Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Bugun 27-mart 2026-yil biz Samarqand viloyati Urgut tumanidamiz. Dehqon buvamizni o'sha teplitsalarga keldik. Hozir bu yerda batafsil gaplashamiz. Nima ekilgan, qachon ekilgan, qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Avvalambor assalomu alaykum sizlarga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Rahmat, o'zingizga baraka bersin. Rahmat. Orif aka, bu yerda biz qayerdamiz o'zi aslida va qachon nima ekilgan va qachon ekilgan shular haqida ozroq ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xo'p, biz Samarqand viloyati Urgut tumanigamiz. Qaysi Xo'jabaland mahallasiga. Bu kishim Samadulla akam bo'ladilar. Dehqonlar, Dehqonlar. Birinchi boshlanishdan tarixi birinchi marta sabzi ekaman. Qaysidan eksam bo'ladi? Urgut tumaniga ko'p sabzi bermaganmiz. O'zi Tayloq tumaniga ko'p sabzi nima qilardik. Birinchi marta ekishlari sababli Taxis kompaniyasini Prominence urug'idan berib edik. 182 dan bergansan. Ha, farqi yo'q. 182 ham shu hammasi bir xil. Ha, shuni bir ozgina tushuntirib keting ko'pchilik. Ha, razmeri bu qo'l bilan ekish uchun kattaroq razmer kerak. Apparat bilan ekish bo'lsa agar shu maydaroq razmerlar ham bo'laveradi. Hosildorligi bir xil bo'ladi. U razmer katta degani katta bo'ladi degani emas. Yerimiz yaxshi bo'lsa, misolga bo'shroq, xumoqroq yer bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Demak, joyimiz 8 sotuq joy. 8 sotuqlik joy. Endi qanaqa shaklda ekkansiz? Nechiga nechi o'shalar haqida aytsangiz. Samadulla aka qanaqa shaklda ekdik bunga? 80 dan 70lik joyga. 70lik joyga. 70lik joyga ekildi. Urug'lar orasi? Urug'lar orasi 5 ga 7lik. 5 ga 7lik. 5 ga 7 razmerga donalar tashlangan. Apparat bilan ekilmagan. Qo'lda ekilgan demak. Ha. Endi dekabrda boshi bilan ekilgan. Sanasi qaysi? Shu dekabrning boshida. Dekabr boshida ekilgan. 100 kun bo'ldi hozir. Mana biz hozir tayyor hosil 100 kunlik holati, 100 kunlik holati. Va bugun xudo xolasa obeddan keyin savdo ham boshlaydilar dehqon buvamiz. Endi qarang, oziqlantirish haqida mana birinchi oziqlantirish qachon bo'lgan sizlarda? O'zi bu yil sovuq ko'p nima bo'lmadi. Birinchi boshlangan sovuqqa ta'sir qildi. Sabzilarimizda bosh taraflari stressga tushdi. Endi boyagi nimalarni preparatlar reklama qilmaymiz. Yo'nalishni aytib o'tib ketamiz. Shunday. Ozuqalardan foydalandik. Azotli oziqalar berasizlarmi? Azotli oziqalardan beramiz. Barakdan oziqlantirdik birinchi stressga qarshi. O'zim tayyorlab berdim. Keyin kapelni shilangini ariqdan olgandan keyin boya azotli oziqalar bilan aralashtirib kapelnidan berdingiz. Kapelnidan ham berdik. Keyin 2 marta barakdan berdik. Nima bergansiz? Shu kaliy, fosfor, o'sha ma'lumot bersangiz bo'ldi. Ha, oziqani nomiga barakdan beradigan mikroelement boyagi nimalardan berdik. Mikroelementlardan bergansiz. Mikroelementlardan berdik. Unaqa azot kuchlisidan bermadik. Hozir azot kuchlilari chiqib ketgan-ku, ulardan bermadik. Shu mikroelementlarga boy shu sizlarning mahsulotlaringizdan qo'shdik ichiga. Bo'ldi, qarang. Bu yerda bitta narsani so'raydi. Ko'pchilik bizga aytadiki, dehqonlar mana kecha bitta joyga bordik. 2 gektar ekishgan. Ularniki ham 100 kun bo'lgan. Terimga yaqinlashyapti-da, lekin hali ham selitrab berayotibdi-da. Ya'ni azot bizda juda ko'p berishadi. Biz aytyapmiz, ko'p azot bermang. Sabzi o'zi kaliyni yaxshi ko'radi. Mikroelement yaxshi ko'radi. Bering. Desak, hali shu masalan siz ko'p azot berdirmaysiz-da, Orif aka. O'shaning sababini agar aytib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki bizda mana parnik ostiga bu isitish tizimi yo'q-da. Shunaqa do'ga parnik ostiga ekilgandan keyin bu o'sib ketish xususiyati bo'ladi. O'sib ketmasligi uchun. Ochiq dalaga bersak bo'ladi, kamroq, lekin hozir o'sib ketmasligi uchun hozir bargini ham ko'rsangiz agar oq joylari bor. O'sib ketmasligi uchun o'zimiz agrotexnikalar qilib tagi kattarish kerak sabzini, muhimi. Bargi o'sib ketsa agar borku, bu o'sib ketib barg bu yotadi, yotgandan keyin panglab chirib, har xil kasalliklarni ko'taradi yerdan. O'zi Prominence kasallikka chidamliligi yo'qmi? Chidamliligi yo'qdi bizlarga. Chunki sinovlardan ancha o'tgan, dehqonlarimiz juda yaxshi ko'radi Prominence'ni. Mana ko'rib turishingiz mumkin, mana qizilligini qarang mana. Qarang, sizga bitta qiziqarliroq savol beraman. Mana 3 ta so'z bilan Prominence'ni tasvirlab bering desam nima derdingiz masalan? 3 ta so'z bilan shuni afzalligini. Masalan, bittasi hozir rang dedingiz. Masalan, bittasi rang, ikkinchisi nima bo'lishi mumkin? Masalan, ta'mi bo'lishi mumkinmi yoki yumshoqligi. Yumshoqligi. Keyin o'zagini bu qattiq bo'lmagani.
keyin nimadir shakli bo'lsa- silliqligi. Ha, shakli Teksligi. tushunarli. Demak shu Shu farzandligingiz bor. Teksligi. Keyin yana bitta masala bor. Hozir mana tuproqni ko'rsataman mana. Tuproq mana bo'sh mana. Ko'ryapsizmi mana bo'sh tuproq. Bir xil sabzi ekilingan joylarga boramiz, qo'lingiz bilan ushlab bo'lmaydi-da, Ha. qattiq. Ha. Bu qattiq bo'lib ketgandan keyin bu sabzini borki shakli to'g'ri chiqmaydi. Qiyshiq buraqlab uchi mayda bo'lib qolib, mana bunday mana to'g'ri, mana bu kunini olgan mana to'g'ri shakli kelib turibdi. Ko'ryapsiz? Mana yumshoq bo'lsa mana, mana shunday yumshoq bo'lsa yerlar mana. Yumshoq bo'lib tursa, sabzi tezroq Tushunarli. yetiladi. Va O'z to'g'ri vaqtiga yetiladi. tayyor bo'lib turib, rangi ham baland bo'ladi. Tushunarli. Keyin suvni me'yordan ortiq qo'yib yubormaslik kerak. Ha, sug'orishga ham e'tibor berish kerak demoqchi. Chunki Samodulla aka har hafta rasmga videoga olib Telegramdan tashlab turdi. Biz uni ko'rib aka bunday qiling. Chunki hozir holatni ko'ryapsiz, mana ko'ngildagidek bo'ldi-da. Misol 5 yil, 6 yil, 10 yillab ekadigan dehqonlarniki ham mana shundayda. Ha, shunday. Zo'r, qoyil qoldim men. Ajoyib. Birinchi marta ekishlari va birinchi dehqonchiligingizga Alloh baraka havasimiz bersin. ketdi, Ha, juda mana biz mehmonlar bilan kelgan edik. Mehmonlar bilan kelgan edik Gollandiyadan. Ular ham hayron qolyapti. Maqsad qilyapti-ku. Maslahat qilib o'tirish. Xo'p. Demak, biz hamma temani gapirdik, asosiy narsalarni gapirdik. Keyin bitta savol kommentariyaga dehqonlar yozyapti. Nimaga donaga sizlar aytadi? Buning terimi nimaga 2 terim, 3 terim deydi. Shuni qisqacha tushuntirib o'tsak, Ayting. bu mana dekabrda, noyabrda ekilgandan keyin bular hammasi 100% tayyor bo'lmaydi. Mana bu bir sira tayyor bo'lgan sabzilar teriladi. Mana ko'rib turibsiz, mana bu tayyor, mana bular hali bor. Misolga tayyori terib sotiladi. Ma'muz tayyor bo'lguncha 1 hafta, 10 kun vaqt ketadi. To'g'ri. Birinchi, ikkinchi terim deb shuni aytamiz. Tushunarli. Shuni Bu yaxshi savol aytib aytdingiz. Keyin hozirga buni donasini xaridor sotib oladi, donalab sotib oladi. Keyin mana 1 hafta, 10 kun yo 1 oydan keyin o'zi massiv bular kattargandan keyin kiloga narxlanib ketaveradi. Tushunarli. Shu boshqa asosiy joyi shu. Ortiqcha qiynalmadingiz, to'g'rimi? Dehqon buva ortiqcha qiynalmadilar. Ortiqcha qiynalish yo'q. Bir marta o'sha zamburug'lik kasallik deyishdi. Bir sira sepdim. Dori sepilgan. Bir marta dori sepilgan. Unga ham kasallik tushgani emas, oldini olish. Oldini olish uchun sepdik. Xudo xolasa. Mana Azizlar, Samodulla aka xursandmisiz? Azizlar, qo'shimcha savolinglar bo'lsa, har doimgidek kommentda kutamiz. Izohlarda savolinglarni berasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Dehqon bo'l, sizga ham kattakon rahmat. Alloh barakasini bersin. Salomat bo'ling. Rahmat.